Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar kanalimiz a'zolari. Bugun 14-mart 24-aprel 2026-yil navbatdagi laboga mana tunkani o'rab bo'ldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Rishton tumani Oxir qishlog'ida mahallasi etkapti. Laboni atroflariga polni ana shu izolyatsiyalar qilib, poligacha choksiz variantdagi tunikalar qilindi. Konteyner pollar qo'yilgan. Peneplex shumkalari ideal holatda yo'llargacha qoplatilgan, taylarigacha mana 1,5 sm qaytgan holatda bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Ochganda qo'lni kesmaslik uchun qilamiz bu narsani. Mana bu akkumulyator zashta qiladigan sondiqchalar bo'ladi. Mana bu sondiqcha hali holatda ochiladi. Mana ko'rib turibsizlar. Ko'pchilik suv kiradi deyshadi. Mana bunaqa narsa bor. Shunaqa narsani yopishtirib olsa, lipochka deydi buni. Mana bu holatda yopishadi, ko'rishinglar mumkin. Mana bu holatda yopishib qoladi. Suv ham kirmaydi, ham mana taqir-tuqir ovozlari ham bo'lmaydi. Bu sondiq alohida sotuvda bor. Bemalol sondiqqa ham telefon qilishingiz mumkin. Alohida orqasiga duvga, tomiga bagaj, poliga rezinkalari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarimiz postoyanno ishlaydi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Shu nomerlarga. Ikkinchi raqamimiz mana. Haftaning 7 kun davomida ishlaymiz. Kamchilik, xatolar, qo'shimcha fikrlar bo'lsa, shu telefonga aytishlaring mumkin va kommentariy yozib ketishingiz mumkin. Ular bu olgan tanish bilish aka-ukalarga ushbu videoni jo'natishni unutmanglar. Xudo xolasa YouTube'da 30 mingga yaqinlashdik. Kanalimiz rivojlanyapti. Hop. Yanada rivojlanish uchun like bilan podpiskani bosishni unutmanglar. Kuzatganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.